Antena bilan palkani ham oldim. Endi jentrachalar bilan katta bolalar sentrda turishamiz. Bitta endi pad nomer taqib olsam, Oybekni shashkavat qilamiz. O Javansher, nima qilganing bu antenalarni taqib olib, qonunga zidligini bilasan buni? Oke, qonunga zid bo'lsa, men tanishim bor, oke. Shundan chiqib ketaman. Tanishingdan hal qilib bera olmaydi bu narsani, o'ylab ko'r. Oke, siz qo'yavering, men o'zim hammasini hal qilaman. Katta bo'lasan, o'ylab ko'rdim. Boring. Javan o'ylab ko'r, lekin og'iridan keladi. Oke, siz vobshe qiziqmay qo'yavering, oke. Ko'ramiz hali, Oybekga bormasdan telefon qilasan menga. O'zi hammasi aql o'rgatish bo'ladi. Baloni ham bilmaydi bular. Qo'y. Gaymi? Alo, oke. Yordam bermasangiz bo'lmaydi ham. Tanishim ham telefonni ko'tarmayapti. Gay shtrafnoga tiqmoqchi mashinamni hozir. Ukam, men bunaqa bo'lishini oldindan bildim. Aytdim-ku men senga. Endi qo'yaver. Mashinaning shtrafni plashatga olib kirtiramiz. Avtorasrochkuni boshlang'ich to'lovsiz shtraflaringni o'chirtirib berib, olib chiqib berishadi ukam. Undan tashqari, taniyor ruxsatnomani ham boshlang'ich to'lovsiz oldirib beraman. Mayli, shtrafni plashatga kirib ketursin. Boshqa bunaqa ishingni qilmagin endi ukam.